Uzdil HTML asos darsiga birinchi qism HTML haqida qisqacha tushuncha. Darslikning asos mazmuni birinchi HTML degan nima? HTML deganimiz tor betni tasvirlashda qo'llaniladigan bir xil til. U inglizcha Hypertext Markup Language, ya'ni darajadan tashqari belgi tili degan so'zning qisqartirilmasi bo'lib, HTML programma tili bo'lmasdan balki bir xil belgi tili hisoblanadi. Belgi tili programma tiliga qaraganda ko'p oson. HTML belgi xatkuchlar orqali tor betni tasvirlaydi. Biz belgi xatkuchlarni qisqartib xatkuch deb ataymiz. HTML xatkuchi yalan tirnoq ichiga orqali so'zni ko'rsatadi. Masalan, yalan tirnoq ichida HTML. HTML xatkuchi ko'pincha burjuk bo'ladi, ya'ni yalan tirnoq ichida b bilan boshlangan bo'lsa, yalan tirnoq ichida yantoq siziq b bilan oxirlashadi. Xatkuch upining birinchisi boshlanish xatkuchi, ikkinchisi oxirlash xatkuchi deb ataladi. HTML hujjati tor bet hujjati deb ataladigan bo'lib, HTML hujjati deganimiz kengaytirilgan nomi HTML yoki HTML bo'lgan hujjatni ko'rsatadi. HTML hujjati tor betga aniqlik beradi. U HTML xatkuchi va yozuq uchuri orqali aniqlik berishni ishga oshirdi. Tövəndə HTML hujjatidan bir amaliy misol ko'rib boqaylik. Mana bu bir oddiy HTML hujjati bo'lib, buning hujjat nomi HTML, kengaytirilgan nomi HTM. Qaraydigan bo'lsak, HTML da boshlanib, yalan tirnoq ichida yantoqsiq HTML da oxirlashgan. Bosh qismi, badan qismi qatorliq buyruqlarmi mush holatda. Anki buniki title mavzu qismi, uzdil to'rimiz. Andan keyin bir dana ulanish uchurini betning mazmunini qo'ygan. Biz buni saqlab, unumini ko'rib boqaylik. Buni qaraydigan bo'lsak, HTML yurgizgandan keyin mush xil unum ko'rildi. Bu yerda uzdil to'rimiz deb chiqdi. Bu yerda bir uzdilning ulanishi chiqdi. Biz bayam ko'rgan buyruqdan bir yan qismini qo'shib uchini yangilaydigan bo'lsak, demak